pastroq aytyapmiz, keling balandroq aytamiz deymiz. Kim yodlab olgan bo'lsa ketdik. Bo'shashmayman, ishgashayman, bo'shasa kim, o'tirsa jim, uni turtib, o'tar har kim. Bolam balandroq aytamiz. Bo'shashmayman, ishgashayman, bo'shasa kim, o'tirsa jim, uni turtib, o'tar har kim. Bolam kulib boradi. Bolangiz kulgilari kerakmi sizga? Kuldiring. Yana bitta aytaymiz. Bo'shashmayman, ishgashayman, bo'shasa kim, o'tirsa jim, uni turtib o'tar har kim. Bugun bo'shashadigan kelajak avlod kerak emas. Hamma yiqiladi, hamma qoqiladi. Qanday qilib bo'shashmaslikni o'rgatish kerak. Qanday qilib hayotga tayyor bo'lishni o'rgatish kerak. Qanday qilib hayotda yo'l topishni o'rgatish kerak. Azlarim, kulganimga ishonmang, dilda g'amlar bir talay, kulib turib yengarman dardlarimni har qalay. Kulganimga ishonmang. Dardsiz, tashvishsiz, Kulib turib o'lishim bosh yo'q. Podshoni qizi kasal bo'ladi. Tabiblar barcha muolajalarni qiladi. Iloji yo'q. Tashvishsiz odamni choponini kiydirish kerak. Asli qizingiz sog'lom deydi. U shoh edi, u podshoh edi. 7 iqlimga chopar yuboradi. Tashvishsiz odamni choponini keltiring. Topiladimi? Yo'q. Topdimi? Yo'q. Tashvishga chulg'anib qoldi bu yurak. Tashvishlar ko'paydi haddan ziyoda. Beshigida yotgan go'dakdan bo'lak tugal baxtli odam yo'qdir dunyoda. Ko'zimizga beshigida yotgan go'dak tashvishsiz ko'ringani bilan u tashvishsiz emas. Nima uchun tashvishsiz emas? Beshikka boylaganingizda oy deydi. Qo'lini yechganingizda xayriyat deydi. Oyoqlarimni yech deydi, dod deydi. E'tibor qilyapsizmi? U gapira olmagani uchun balki ko'zimizga tashvishsiz ko'rinadi. Shunday ekan, tashvishsiz odam yo'q. Sizni ichingizdagi his-tuyg'ularingiz tashingizga go'zallik bo'lib chiqishi shart. Bu o'zingiz uchun yaxshi, tarbiyangiz uchun yaxshi. Shunday tarbiyalasak yaxshi, shunday tarbiyalansak yaxshi. O'z nom bilan yaxshilik yaxshida. Yaxshilik nimadir? Ko'ngil qo'shig'i, dildan dilga ko'chgan aziz ehtirom. Yaxshilik nimadir? Dillar oshig'i. U bitta tabassum, u bitta salom, ichida yaxshilik yonmagan odamni kulgularidan qochgingiz keladi. O'y masxaralab kulib o'tib ketdi-ya, qo'yasiz. Ishongingiz kelmaydi. Chunki qalb yaxshilik bilan yongandek kulgu butunlay boshqa azizlar. 3 ta fikr marhamat ketdik.